أمتي عهدا بأن أتعلم فعلو شأنك بغيتي ومؤملي بالعلم نبني يا أخي حضارة ونعيد أمجاد الرعيل الأول. Bismillahirrahmanirrahim. İmam Buxari rahimahullohning Al-Adabul Mufrad nomli bu kitobining davomini o'qiymiz. Bugun 96-bob keldik. Babu sibabil abidi. Qullarni tillashning babi. Ya'ni qul bo'lsa-mu ularni tillash va haqoratlashdan cheklandi demoqchi. 189-hadis. Ma'rur ibn Suvayd mundaq deydi. Men Abu Zarni ko'rdim. Uning ustida bir ton botdi, bir to'q kiyim botdi. Uning xizmatkarining ustida bir to'q kiyim botdi. Men bu to'g'risida uningdan so'radim. Mundaq dedi. Ya'ni bu kishi Abu Zar raziyallohu anhu bilan xizmatkarining o'xshash kiyim kiyib olganligidan hayron qilib, sababini so'ragan. Shunda Abu Zar raziyallohu anhu men bir kishi bilan tilishib qoldim. Ondan u kishi meni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga shikoyat qildi, dedi. Faqala li an-nabiy sallallohu alayhi vasallam a'ayyartahu bi ummihi. Şunun bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam menga mundaq dedi. Sen uni onasi bilan kamsitdingmi? Men shundaq dedim. Ya'ni qari xotinning bolasi deb tilligini rivoyat qilindi boshqa hadisda. Shunun bilan payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq dedi. Inna ikhwanakum khabalakum. Sizlarning qarindoshlaringlar, sizlarning xizmatkoringlar. Bu yerga diqqat qilgan bo'lsak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sizlarning xizmatkoringlar, sizlarning qarindishinglar demasdan, balki qarindishinglar degan gapni oldi bilan keltirdi. Sizlarning qarindoshlaringlar, sizlarning xizmatkoringlar qo'l ostinglarda. Alloh taolo ularni sizlarning qo'l ostinglarda qilib qo'ygan. Kimning qarindishining qo'l ostida bo'lsa, uningga o'zi yegandan yugutsin. O'zi kiygandan kiygizsin. Sizlar ularga ularning kuchi yetmaydigan ishlarni taklif qilmanglar. Agar taklif qilsanglar, ya'ni kuchi yetmaydigan ishlarga taklif qilsanglar, ularga yordam beringlar. Ya'ni bu hadisdan elingan foydalar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishilarni qo'l ostidagi qullarga, xizmatkorlarga o'z kiygandan kiydirish, yegandan yudirish, ya'ni yaxshi muomala qilish, ularni tillab haqorat etmaslik va qiyin ishlar bo'lib qolsa, yordam berishga chaqiriq qilgan. 97. Babun hal yu'inu abdahu qo'liga ya'ni qullarga, cho'rinlarga demoqchi. Qo'l ostidagi kishiga yordam beramdi. 190-hadis Sallam ibn Amir payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bo'lgan bir kishidan hadis so'zlab mundaq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan. Sizlarning qullaringlar, qo'l ostinglardagilar sizlarning qarindishinglardir. Shuning uchun sizlar ularga yaxshilik qilinglar, yaxshi muomala qilinglar. Sizlarning taqtinglar yetmaydigan ishlar qarta ulardan yordam talab qilinglar. Va ularning taqati yetmaydigan ishlarga sizlar ularga yordam beringlar. Bu daif hadiskan, chunki bu yerdagi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan bir kishi deb bu kishi noma'lum bo'lganligi uchun buni daif hadis debdi. Lekin uningdan ilgirki va keyingi hadislar sahih bo'lgan hadislar bu hadisning mazmunini kuchlantirdi. Chunki oldingi hadislarda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qullarga yaxshi muomala qilishga, yegandan yudirishga, kiygandan kiydirishga, tilab haqorat qilmaslikqa, kuch yetmaydigan ishlar qarta ularga yordam berishga, yaxshi muomala qilishga tavsiya qilgan. 98-bab. Babun la yukalliful abda min al-amali ma la yatiq. Xizmatkorni, qulni taqat yetmaydigan ishga taklif qilmaydi degan bab. 192-hadis. Abu Hurayra raziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilgan bo'lib, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan: Qullarga qullarning tamaqi va kiyim-kechki beriladi. Va la yukallafu min al-amali ma la yatiq. Taqat yetmaydigan ishga taklif qilinmaydi. Bu hadisdan ilingan mazmunlar, ya'ni xo'jayinlar qo'l ostidagi qullarga tamaqini berish kerak, kiyim-kechkini berish kerak, buning kafolatlik qilish kerak, yana taqat yetmaydigan ishlarga taklif qilmaslik kerak. 193-hadis Abu Hurayra raziyallohu anhu shundaq degan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq deydi. Qullarga qullarning tamaqi, ya'ni yemak-ichmaki, kiyim-kechki beriladi. Va la yukallafu illa ma yatiq. Faqat taqat yetadigan ishlarga taklif qilinadi.
yani taqat yetmaydigan ishlarga taklif qilinmaydi. Bu yuqori hadisga o'xshaydigan mazmuni. 194 hadis. Ma'rur mundaq deydi. Biz Abu Zar radhiyallohu anhuning qishidan o'tib qoldik. Uning ustida bir kiyim bor ekan. Uning xizmatkorining ustidami bir to'q kiyim bor ekan. Va biz mundaq dedik. Sen buning kiyimini elib, uningga boshqani bergan bo'lsang, bir ton bularga bir to'q kiyim bo'ladi ekan, ya'ni usti osti bir to'q kiyim bo'ladi ekan dedik. Ya'ni ishkanlarning ustida sening ustingda osti usti bir xil kiyim bo'lsa, buning ustida osti usti bir xil kiyim bo'lsa, demakchi bo'lsa kerak, vallohu a'lam. Shuning bilan Abu Zar radhiyallohu anhu mundaq dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlarning qarindoshlaringlarni Alloh taolo sizlarning qo'l ostinglarda qilgan. Kimning qarindoshi uning qo'l ostida bo'lsa, uningga o'zi yegandan yedirsin va o'zi kiygandan kiydirsin. Uning taqat yetmaydigan ishni uningga taklif qilmasin. Ya'ni taqat yetmaydigan ishlarga buyurib qiynamasin. Agar uningga taqat yetmaydigan ishni taklif qilsa, qildirmoqchi bo'lsa, bu ishda uningga yordam bersin." 99-bab. Bir kishining o'zining xizmatkoriga va quliga chiqim qilishi, nafiqa berishi sadiqadir. 195-hadis Miqdam radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning mundaq deganligini anglagan. Sening o'zingga yedirguningmi sadaqa va balanga va ayolingga, xizmatkoringga yedirguningmi sadaqadir. Demak, insonning o'zining yegan narsimi, haloldan yegan narsimi va ayoli, xizmatkori, bolalarga yedirgunimi u kishi uchun sadaqa bo'ladi ekan, ajr bo'ladi ekan. 196-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shundaq degan: "Sadaqaning yaxshisi behojatlik qoldig'ini." Ya'ni hamma narsangni sadaqa qilib berib o'tmay, o'zingning hojatidan oshqanni bersang va yoki o'zingga qoldirg'uning seni behojat qilsa boshqalardan so'rashdan, boshqalarning oldiga berib qilishdan behojat qilsa, o'sha sadaqaning eng yaxshisi bo'ladi. Ustunki qo'l ostinki qo'ldan yaxshi. Wabda biman ta'ul. Man ta'ul degan kishining nafiqa berishga tegishli bo'lgan ayoli, bolalari degandek uydagi tuqqanlarini ko'rsatdi. Sen nafiqa berishga tegishli kishilardan boshlag'in. Agar undaq qilmasa, yana bir jumlani ko'nglimiz faraz qilamiz. Undaq qilmasang, sadaqa qilib o'tib, ularga chiqim qilish uchun bir narsa qilmasa, ayoling mundaq deydi: "Menga chiqim qilgin yoki meni taloq qilib o'tgin" deydi. "Sening qo'llaring" deydi, "Menga chiqim qilgin yoki meni setib o'tgin" deydi. "Farzandingmi bizni kimga tashlab qo'ysa" deydi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisda biz ko'rsatmagandek, sadaqa bermoqchi bo'lsak, o'zimizning ahvolini chiqish qilib turib, boshqalarga muhtoj bo'lib qolmog'idek holatda sadaqa berishimiz kerak. Endi Abu Bakr radhiyallohu anhu butun mol dunyosini Alloh yo'lida sadaqa qilgan-ku, oilasiga hech nima qoldirmagan-ku. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yarim mol dunyosini Alloh yo'lida sadaqa qilib berib o'tgan-ku deyilganda, Abu Bakr radhiyallohu anhuning iymoni botdi. Ya'ni oilasidagilarning iymoni botdi, ko'z yetadi. Ularning sabr qildiganligiga ko'z yetadi. Shundaqla Abu Bakr radhiyallohu anhuning ham o'zi pul tepib tijoratchi bo'lganligi uchun tizillan pul tepib oilasidagilarga chiqim qila oladiganligiga ko'z yetadi. 197-hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilindiki, u mundaq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sadaqa berishga buyurdi. Bir kishi mundaq dedi: "Menda 1 dinar bor." Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni o'zingga chiqim qilgin dedi. Iliq kishi menda yana birsi bor deganda, uni ayolingga chiqim qilgin dedi. Iliq kishi menda yana 1 dinar bor degan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni xizmatkoringga chiqim qilgin, summa anta absar. Andan o'zingning ishini o'zing eng yaxshi bilguchi, o'zing qarab bir ish qilasa deb mushta dedi. Demak, kishi chiqim qilishda, yaxshilik qilishda o'zining oilasidan, qo'l ostidagilardan, xizmatkorlardan va o'zidan boshlash kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu kishini davomli so'ravamisun deb, summa anta absar, sen o'zingning ishini o'zing eng yaxshi bilguchi, o'zing qarab bir ish qilgin deb gapni to'xtatgan. 100-bab. Agar xizmatkori bilan birga tomoq yeyishni yomon ko'rganda qanday qiladi? 198-hadis. Abu Zubayr hadis so'zlabdi. U ma'lum bir kishining Jabir radhiyallohu anhudan kishining xizmatkori haqida so'rganligini anglagan. Iza kafahul mashaqqata wal harra. Agar uningga, ya'ni xo'jayiniga
qiyinchilik va qiziq o'tning qiziqi tamoq atgan jarayondagi qiziqqa kifoya qilsa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mushu qulni chaqirib birga tamoq yeyishga chaqirishga buyurganmi deganda Jabir radhiyallohu anhu shundoq deb javob berdi. Ya'ni xizmatkor jafo tortib o'tqalab tamoq pishirib akasa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu xizmatkorni kelgin tamoqni birga yeyli deb chaqirishga buyurgan. Agar biringlar uning bilan birga tamoq yeyishni yomon ko'rsa, yoqtirmasa, uning qo'liga yeydigan bir narsani berib yedirsin. Masalan, xo'jayinning muhim shaxslar bilan bijiradigan ishlar bo'lishi mumkin va yoki har xil sabablar bo'lishi mumkin. Shunday ahvol ostida jafo tortib tamoqni atgan bo'lgandan keyin u tamoqdan "Sen yegin" deb qo'liga bersin. Jafo tortib tamoqni atgan bo'lgandan keyin etish jarayonida uning yegisi kelib qolgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bergan vaqtida uning ko'ngli xush bo'ldi, xo'jayinning qarta bir xil hasad, o'ch adovat saqlanib qolmaydi qalbida. 101-bob Babun yut'imul abda mimma ya'kulu. Quliga o'z yegan narsadan yedirdi. 199-hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu shundoq deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qullarga yaxshilik qilish haqida tavsiya qiladi va mundaq deydi: "At'imuhum mimma ta'kulun." Sizlar yeganinglardan ularga yediringlar, kayganinglardan ularga kaydiringlar. Alloh taolaning mahluqotlarini azoblamanglar, Allohning xalqini azoblamanglar. Demak, suyimli payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bu hadisda va buningdan ilgirki hadislarda qullarga va qo'l ostidagi xizmatchilarga yaxshi muomala qilishga, ularga yegandan yedirishga, kaygandan kaydirishga va qarindoshiga muomala qilgandek yaxshi muomala qilishga buyurgan. Islom dini mana shundoq din, go'zal din. Xizmatchilarga, qo'l ostidagi qullarga, cho'rlarga mana shundoq bir tuqqanga muomala qilgandek, bir oila kishilarga muomala qilgandek go'zal muomala qilishga buyuradigan go'zal din. Güzel axloqqa chaqiradigan bir din. Islom dinidan boshqa bir tuzumlarda, boshqa dillarda qullarni, xizmatkorlarni xorlaydi, zulm qiladi. Bugungi dars mushat tugidi. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.